Havas Baxti fakultetning siyosiy xizmatlarini ishlagandan sirt bir necha sinfda siyosat darsi beradi. O'tgan yili 2-mavsumda u tuyuqsiz Shavkat bar sinfga yeziqchilik praktikasi darsi o'tish uchun kirib keldi. Bu hol o'quvchilarni hayron qoldirdi. U o'quvchilardagi bu hayronlikni sezib, darhol tushuncha berdi. Ilyos muallim og'rib qopti. Rahbarlik mening bir necha kun sizlarga bu darsni o'tib turishimni bekitdi. Aslida buni rahbarlik bekitmagan. Balki Havas Baxti o'zi qattiq talab qilib turib olg'ashqa, fakultet mudiri amalsiz ma'qul bo'lgan edi. Havas Baxtining bundoq cho'ng yuraklik bilan muhim bir kasbiy darsni ustiga elishda ko'ngli tukkan alohida muddaosi bor edi. Bu orqali u o'zining xeyli yetishgan universal odam ekanligini, yolg'iz siyosatda emas, balki kasbdami bilimlik, iqtidorli xodim ekanligini yuqori to'van rahbarlikka, bo'libmi o'zini ancha ko'zga ilmaydigan bir uchun o'qituvchi va o'quvchilarga ko'rsatib qo'yish edi. Afsuski, u muddaoga yetolmay qoldi. Balki heliqi bir kuchumlarning oldida o'zini texnik o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Uning bu darsini o'tishi xuddi tarkalgan kiyimni so'zib tartib yirtib o'tgandek bir ish bo'ldi. U o'zicha darsni to'liq tayyorladim. Litseyam joyida bo'ladi deb o'ylagan edi. Lekin kutmagan yerdan 2 soatga deb tayyorlagan litseysi 1 soatga bormay tugab qoldi. Chunki bu siyosat darsiga o'xshash gazet jurnallardagi obzor va bosh maqolalardan xohlagancha o'zimda elib ahvol qarab uzartishga yoki qisqartishga, konspektga qaramaymi 5-10 minut duduqlamay so'zlab ketishga bo'ladigan dars bo'lmag'achqa, u birdanmi konspektdan bosh ko'tarolmadi. Bosh ko'tarolmagan siri tez o'qib, o'zi bilan o'zi o'liqib ketdi. O'liqqan siri konspekt xatlari ko'ziga imir-jimir ko'rinib, gaplarimo bir-biriga qo'llashmay qoldi. Ovozimi xuddi cho'nqurliqqa asta-asta cho'kib ketayotgan toshdek barg'an siri ichiga tushib ketdi. Badani qizib, yuzini qizirib ketdi. Shunday qilib, xo'yini bilmay otminma burning qamaydi degandek ish bo'ldi. Aslida u bu darsni bunchalik qiyin deb tasavvur qilmagan edi. Chunki o'tganda 1-2 qatam ochiq darsga qatnashib, bu darsni chog'liqkan-ku. Kitob va konspektlardan terishtirib so'zish bo'laverdi ekan deb o'ylagan va bu qatam shu ta'sirat bilan bu darsni o'tishni qattiq talab qilib ustiga olgan edi. Bu xuddi bir rassomning yilonning suratini hech qancha zo'riqmaydi sizvatganiga qarab, "Voy, yilon sizish chog'liqkan-ku, men sizolaydi ekanman" deb amaliyotda yilonga put chiqarib sizib qo'ygandek kulkili ish bo'ldi. Bu darsni o'tishda Havas Baxtiga yana bir o'ng kelmagan yeri dars programmasining dal konkret asar tahlil qiladigan, yana kelib atoqli yozuvchi Mavdunning Bahar Pilisi nomli mashhur hikoyasini atrofli tahlil qiladigan yerga to'g'ri kelib qolgani bo'ldi. Bunada Havas Baxtiga xeyli notunish bo'lgan qandaqdir davr orqa ko'rinishi, personajlar taqdiri, hikoya syujeti, kompozitsiyasi, obrazlarning portret tasviri, psixik tasviri degandek atalg'u va tushunchalar bor edi. Xudoga shukr. Nima bo'lmasin, u birinchi qatimliq darsni o'qib, tamtirab, qiyinib bo'lsin tugatdi. Ikkinchi qatimliq dars kirganda har holda u savodlarni yakunlab, xeyli atrofli tayyorlik qilib, yurkin to'xtatib kirgan edi. Bu qatim qandaqli bo'lmasin, g'alaba qilishga, yiliqi muddasining yerimiga bo'lsin-u yetishga ishinatdi. Lekin kim bilsin, darsni o'tmay turiblar yana falokat bosdi. Bu qatimli falokat birinchi qatimda yilonga put chiqarib sizib qo'yishdan eg'ir va shafqatsiz bo'ldi. U sinfga kirib munbarga chiqdi. Yo'qligidan keyin qoida bo'yicha oldingi qatimki darsdan sinoq elib boqmoqchi bo'ldi. Va tasaddibiy ko'zi tushib qolish bilan Shavkatni o'rnidan turg'izib so'radi. Siz Bahar Pillisi degan bosh qahramonning kimligini,
Yazgıcı onu yaratışda qandaq bədii vasitələrini qo'llanganligini so'zlab beqing ha. Shavkat o'ng'aysizlandi. Orqa oldiga bo'yinlab qaradi. Keyin siliq, osta ovozda mundoq dedi. Muallim, o'tganki darsni toza hazm qila olmadim. Shunga Havas baxti milqidi kulib, uning so'zini bo'ldi. Halatni polni yedingiz, lekin hazm qila olmadingiz. Shundaqmi? Shavkatning g'ujida ochiq kaldi. O'zining hayvonga o'xshatilganligidan qattiq xo'rlik his qildi. Chunki u orqa oldin o'ylab o'ltirmayla havas baxtiga torun tegdi. Muallim, agar siz menga halat yoki pondek asıl uzuqlik qimmati bor narsalarni bergan bo'lsangiz, men allaqachon hazm qilib, sizga sut yoki go'sht yondirgan bo'lardim. Afsuski sizning bergan narsangiz hazm qilg'u bo'lmaydigan. Qilman deb zo'riqsa, mayda g'irtadigan toshtangallardek narsalar tursa, men qanday qilaman? O'quvchilarning bir qismi paraqida kulishdi. Havas baxtining arvoyi ushdi. U tunji qitam bir o'quvchisidan oshkor masxiriga tahdid uchrayotdi. Agar u bu yoshirin elishni besib tushmasa, keyingi nufuzi, obro'yi, shon-shavkati jazman ta'sirga uchraydi. U azaldan o'quvchilar oldidan oshkor kamsitishga, masxiriga uchrab baqqan emas. Balki har qanday ishda degini degan, qilg'ini qilgan bo'lib kelgan edi. Agar qaysi bir o'quvchi ovoz yetakchi bekitgan biror ramk siziqlardan salla chetmaydigan bo'lsa, u hamma yerda xuddi zimistondek so'g'uq muomalaga, so'g'uq qarashga, so'g'uq gapga, so'g'uq ko'ngilga va so'g'uq nafaslarga duch keladi. Shuni u hamisha o'zining nom-obro'y va izzat hurmatini nihoyat yuqori chaqlaydi. Ana shundoq odam bugun xuddi tulumdan to'qmoq chiqqandek kutilmagan bir xirisga duch keldi. Agar u bu xirisni darhol bir pashvo bilan ujuqtirmasa, uning ta'siri yomrab ketishi, keyingi vaqtlarda uning cho'ngroq xirislarning bo'lishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin edi. Eng yomoni, havas baxtining o'zi puxodan chiqolmay, ruhiy jihatda azoblanib qoladi. Shuni u tarin turib, butun g'azab bilan ochiqni ovoziga markazlashtirib, siz xohlasangiz o'qib, bo'lmasa padingizni beqib, dedi va qo'lidagi kitobni shira ustiga paqqida qo'yib davomlashtirdi. Bizning bu oliy bilim yurtimiz hargizmi sizga o'xshash burja o'qituvchilar emas, balki kompartiyaga sodiq qizil qalb izbosarlarini tarbiyalab chiqadigan inqilob o'chiqi. Bu gapning bir oz haddidan eshib ketganligi va ancha joyiga tushmaganligi hammalarga ayon bo'lsa-mu, lekin hech kim og'iz ochmay jinnida o'ltirdi. Bunga yana Shavkatning o'zi javob berdi. Uning ovozida qo'pollik, behurmatlik yo'q edi. Muallim, agar rasullik ketib podbek chiqib to'g'ri kelsa, bu men uchun o'xshashli sharaflik, dedi u o'ri turgan holda. Lekin men bu yerga o'qig'ili kelgan. Partiya va xalq meni nurg'un iqtisodda ajri bilan o'qityotdi. Men shuningga loyiq o'qimasam, partiya va xalq qandoq biz kelalayman? Lekin oshundoq yerim bor, yerim yo'q. Chaynab bergan namday tamsiz gaplar bilan men qandoqmi haqiqiy bilim ola olayman? Muallim, ko'nglingiz kelsa-mu daviray. Siz o'zingiz yaxshi tushunmagan narsalarni bizga qandoq tushuntirib bera olasiz? Bu gap havas taxtining ajallik yeriga tegdi. Shu topda u gapdan ochiqlab, chalvaqab, hatto tillabni qutulg'ul bo'lmaydi. Chunki havas taxti tug'ma sezgirligi bilan o'quvchilarning yuzidagi, ko'zidagi alomatlardan Shavkatning bu gapi ularning ko'nglidagi haqiqiy gap ekanligini sezib olgan edi. Shunga turibla uning butun badaniga bazga o'lmashdi. Endi so'zlashmi, dars o'tishmi qiyin edi. U o'zini bu umidsiz sharoitdan qutuldirish uchun o'quvchilarni takrorga qo'yib etib, Shavkatga ko'zining paxtasini chiqirib bir olaydi-da, "Yo'q, chiqarga!" degunicha daftar kitoblarini yig'ishtirib sinfdan chiqdi. Shavkat uning orqadan itoatmanlik bilan mangdi va eshikdagi
ishki aynakka ko'rtovar parda tarqatilgan chaqqangan ishxonaga kirdi. Havas baxti ishxonasiga kiribla jigarrang divanga o'zini tashlab, sharaf markalab tamakisini tutashtirdi. Ishkinidan tik turgan Shavkat go'yo uning xiyolidan chiqib ketgandek, unga qarabmi qo'ymadi. Shavkat oxir uning o'rniga bir o'rindiqqa berib o'ltirdi. Havas baxti yana un chiqmadi. Faqat qo'lidagi tamakini dam bilan chekatdi. Yerini chekib bo'libla zardi bilan mijib tashlaydi. Yana tutashtiradi. Yerini chekib bo'lib yana mijib tashlaydi. Shunday qilib birdamda 16 talga yaqin tamak qoldiki, uning yanidagi ko'ldan bilan putining atrofida mijilib yotdi. Ishxonaning ichi quyuq is bilan qoplandi. Havas baxtining chiroyimi xuddi ana shu isga o'xshash ko'kirib, tutuqlashib ketgan edi. Yanaqlari lapildab, tishlari alamla g'uchurlaydi. Uning eg'izi zodili gapga kelmadi. Faqat yo'g'on ichilganlikdan kirpiklari qisqirab, tikkida bo'lib ketgan ko'zlari bilan pat-pat Shavkatga olib qarab qo'yadi. Eg'izida yana shu spurqirtib, qo'li bilan tamaki mijiydi. Qiziq. U bu yerga Shavkatni zodi nimaga chaqirdi? Xuddi mana shu isqa o'xshash purqib, tamakiga o'xshash mijib tashlayman degan ma'noni bildirish uchunmi? Uning bu g'alati harakatlariga qarab, Shavkatni sirliq kulib qo'ydi. Havas baxti oxir bir qop tamakisini chekib tugatdi. Shu chaqda u endi gapim tugadi degandek alanglab o'rnidan turdi. Qo'llarini bir-biriga ish qiladi. Keyin barmoqlaridan qas chiqarib turib, "Esingizda bo'lsa, yigit, bir tog'ar yong'oqni yong'oqchilik tashcha qolaydi jumo. Siz yerimchilik suvdak har qancha shaloqchisingizmi, men yana bir chimdim tuz bo'lib sizga teta olayman." dedi va ishni zarb bilan echib, ishxonasidan chiqib ketdi. 2 kundan keyin u bu masalani o'qituvchilar yig'inida o'ttirg'i qo'yib, tashkildan Shavkatga qattiq chora ko'rib berishni talab qilganda, xuddi aytishgan yerga loz qo'ygandek Salim apandining mono so'zi uning janjinidan o'tib ketgan edi. Mashhur yozuvchi Chexov cho'ng ish qoviyalasa kuchukni qoviyalaydi degan bir eg'iz so'zni aytgan. Har qanday maxluqqa o'zining kuchuk bo'lib qolganligi uchun mayuslanishning hojati yo'q. Cho'ng ish bo'laman deb zo'riqib ketishga texmi bo'lmaydi. Izot masallarida Paqining kali bilan badan cho'ngliqida baslashganligi hikoyasi so'zlanadi. Paqa o'zini kalidek yo'g'on qilaman deb oxiri zo'riqib o'lib ketadi. Amaliyotda Paqa bilan kalining har qaysisining o'ziga loyiq ortiqchiliklari bor edi. O'zining aybini o'zi oshkorlash, uning ustiga zo'm-zo'r kuchinish intayin oqilona bo'lmagan qiliq. Shundan keyin Shavkat xeyli vaqtlargacha ovoz baxtining o'chilishidan qo'rqib yurdi. Sani qashangmi masxirlik talaffuzda Shavkat, sen ovoz yetakchini bo'sh chaqlama. Senla ochiq kelsa, o'ttish tishingni xomni yeb qo'ydi jumu. Uningga qarshi turaman degan odamning o'shinisida yuk taqisi, qo'lida sumkasi, yanchiqida mashina bileti bo'lishi kerak, deb uni cho'chitdi. Shunga u biror qitim bo'lsa-mu, ovoz baxtining yonbishiga chiqib qolmaslik uchun u o'tadigan siyosat darsini nihoyat yaxshi o'rgandi. Imtihonlarga puxta tayyorlik bilan qatnashdi. Bu jihatda u kichikini yo'chiq qo'ymag'ashqa, ovoz baxtimi achchiqning bo'ri sukut degandek alimini ichiga yutib, chandurmay yuraverdi. Lekin u oltin taqiliq otning hamon bir kuni mo'dirdiganligiga, sabr qilgan odam uchun g'uridan holva tutadiganligiga ishonadi. Degandek, biror yil o'tmayla oltin taqiliq ot mo'diradi. Rastini aytganda u o'zi mudirmidi, balki uni mudirtivatdi. Lekin mayli o'zi mudirsin yoki boshqa birisi mudirtivatsin, ovoz baxti uchun o'xshashla omad edi. Garchi bu ishlarga shuncha uzoq vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u obdan yodilib olgan oyatdek ovoz baxtining esida mahkam saqlanib kelgan edi.
Shavkat uyqusiz kechida qattiq xo'rak bilan jallanib ketgan kichikkin kamerda yuqorqilarni eslab cho'nqur bir uhsinib qo'ydi. U shu tapda o'zining qandoqdir bir pitni eg'ila, yalalar bilan qorlanib, behuda tuhmatning qurboni bo'lib ketayotganligini. Shu tufayli ovoz baxtining yonpisha chiqib, xeyli kunlarni ko'radiganligini bilardi. Garchi u shuncha qisilgan, chetga qiqilgan bo'lsa-mu, lekin yana o'ziga ishonadi. Kunlarning birida o'zining pok va haqqoniy bo'lib isbotlanishiga ko'zi yetadi. Lekin hozir uni ozodlayotgani qandoqdir quruq tuhmat bilan nima bo'lib ketishi yoki ovoz baxtining o'ch elishi emas, balki zoyitning do'stlikdan, sadoqatdan biroqla yuz o'rib, yeg'i yondan qo'par balo qarindoshdan degandek uyatli ishlarni qilayotganligi edi. Shuni u qorong'uda to'g'risi qarab yetib, o'z-o'ziga alam bilan oston shivirladi. Kimdir birsi ajab to'g'ri debdikan. Dushmanlarimni o'zim aplayman. Meni do'stlarimdan asra Xudoyim. Anglayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ma'naviy jihatda boy kuchlik odamlarni moddiy jihatdagi vaqtli qiyinchilik va g'urbatchiliklar osonlikcha qardan chiqara olmaydi. Aqniyaz shundoq edi. 2 yildan beri o'zilmay bo'layotgan ochliq azobi, yo'qsullik dardi uni bosh egtirolmagan. Balki u qiyinchilik oldidan ko'krak kerib, texnik ishtiyoq bilan o'rganish, kitob o'qish orqali turmushdagi u bo'shliqni to'ldirgan irodasini tovlagan edi. Lekin Shavkatning ishiga kelganda u zotli chidab tura olmadi. Go'yo yuzlagan ming'an zaharli qurt qo'ng'iz uning butun badaniga yepishib, yomshib, nashtar sanjayotgandek uni chidag'usiz beoromlikka tushirib qo'ydi. U ozroq munohaqchilikka, adolatsizlikka chidamaydi. U haqqoniyatchilik tuyg'usi kuchli yigit edi. Uningdagi bu xil chus, kaskin mijoz xarakter kichik vaqtidan tortib asta-asta yetilgan edi. Uning dadasi Abdulla Axun 1953-yildagi 3 qarshi harakatda tuyuqsiz cho'ng yo'lbas bo'lib qo'lga olindi. Uni bir muttaham boshliq o'ngdi qo'ydi. Abdulla Axun usti kassir edi. Yavash, oqko'ngil odam edi. Uning boshlig'i bir kun xeyli ko'p naqd pulni jiddiy lozim bo'lib qoldi. Atas deganda o'rnak selib qo'yayli, hech kim bilmay qolsin deb rasmiyatsizda elib haftagacha yo'qoldi. Keyin xuddi qiyomatning mushkidek ko'zini parqaratib turib tenib oldi. Bechara kassir ko'ngilchakning ko'ti o'choq degandek eg'ir kunga qoldi. Shu ishdan bir oy keyin boshlangan 3 qarshi harakatda bu pul uning xiyonati deb qaralib, ittik bozorda qo'lga olindi. Uning oilasi iqtisodiy jihatda vayron bo'ldi. Endi o'rta maktabga chiqqan Aqniyazmo bu g'urbatchilikning dardini tortdi. Lekin u qiyinchilik oldida tantirab, qaqshab yurmadi. Balki yangilarni shimoylab, o'zining huddisidan o'zi chiqish qaroriga keldi. Bu chaqda uning qo'lidan keladigani dam olish kunlari ma'dikor ishlab, odatli kunlarda maylamchilik qilish edi. U shundoq qildi. Lekin o'qishga, o'rganishga ta'sir yetkazmadi. Balki topgan pulini daftar, qalam, kitob, jurnal olishga ishlatdi. Yillarning o'tishi bilan uning bo'yimi, aqlimi o'sib bordi. Ustixonlari qatdi. U a'lo natija bilan o'rta maktabga chiqdi. Bu chaqda u ma'dikorchilik bilan maylamchilikni tashlab qo'ymadi. Balki texnikani kuchab ishlab, o'zidan eshingan pul bilan singlisining o'qish xarajatini qamdidi. U dam olish vaqtlarida maktabning eshigi oldida o'rin tutib, o'zi yasab olgan chaqqang'ini maylamchilik sanduqini ochib qo'yatdi-da, har xil may va cho'tkalarni yeyib, o'qituvchi va savoddoshlarga qarab, qani, g'ash-g'ash o'tib, g'ish-g'ish patinkilar kelinglar. Yaxshi may, esil cho'tka bor.
ko'zingni qamashqidek tarqirtib maylayman, puli azam, deb to'g'aydi. Bunday chaqlarda uni ba'zi mishchan saloqdoshlari maylamchi qasmoq deb chaqiratdi. U terikmaydi. Chunki u shu kunlarda rang ruhi, taq turqi rasulli maylamchi qasmoqqa o'xshab qolgan bola edi. Qo'pol yirik qo'llari may va qora gulning bo'yiqi bilan maynatlashib ketgan. Yuz ko'z usti boshlari qora, qizil, sariq maylarning yuqundilari bilan olib-pasaq bo'lib, baayni dunyo xaritasiga o'xshab qolgan edi. U to'liq o'ttirini bitirdigan yili atiyazda, ya'ni dadasi oqlanib, turmadan qo'yib berilishning harpisida 6 yildan beri ko'rishmagan dadasi bilan didorlash fursatiga ega bo'ldi. Dadasi shuncha yildan beri qorong'i kamerada yotgan edi. Saqili o'sib ko'ksiga tushgan. Chochlari gardinni yopgan. Chiroyi sarg'ayib, tirik murdaga o'xshab qolgan edi. U hamisha kameraning ustidagi kichkina to'shikdan tushgan yo'riq nurga qarab o'tirardi va ichidan to'lg'inib chiqqan bir xil ohu tug'an bilan qattiq o'tirardi. Aqniyoz sirlik eshiklardan o'tib, dadasi yotgan qorong'i kameraga kirganda, Abdullaxon cheki yo'q hasrat nadomat bilan yo'midab turib, uningdan uzib 3 xil savol so'radi. O'g'lim, osmonda quyosh bormi? Qayerdan chiqib, qayerga ketyapti? O'g'lim, bozor rastinada odamlar bormi? Ular yo'lda u yoqdan bu yoqqa o'tib yuramanmi? O'g'lim, bog'da uzum anjurlar bormi? Kishilar yeyamanmi? Bu savollarga o'sha vaqtsiz qirib mukchaygan, hozirg'an bechara mahbubisining 6 yildan buyongi o'y fikri, azob o'qibati, his tuyg'usi va orzu armoni singan edi. Bu odam 6 yildan beri faqat 2 qatim so'roqqa tortilgan. Turmada 4 qatim rahbar almashgan bo'lsa-mu, bu odamga hech narsa almashib boqmagan. Aqniyoz hech nima deyolmadi. U yig'laydi. Yosh uning ko'zidan emas, butun badanidan chiqayotgandek o'ksib titrab ketdi. Uning vujudidagi adolatparvarlik, haqqoniyat tuyg'usi mana shu yerdan boshlangan. Bu tuyg'u asta-asta uning qiniga singib, o'zi bilan birga ulg'aygan, cho'ng bo'lgan, mustahkamlangan edi. U hamisha biror nohaqchilik, adolatsizliklarni ko'rsa, darhol ko'z oldiga dadasining osh fojialik taqdirini keltirardi va o'zida g'oyat zo'r bir ma'naviy qudratning paydo bo'layotganligini sezardi. Uning nazarida bu dunyoda nohaqchilik, uqishmaslik deganlar hamisha, hamma yerda bo'lib turadi. Chunki odam hamma qilishga qodir edi. Odamlar yashayotgan 18 ming olamda chinlik, yaxshilik, go'zallik bo'lish bilan birga yana saxtalik, razillik deganlarmi o'xshashli mavjud edi. Shuni u Shavkatga ishonatdi. Bu ishimiz qandaqdir savoqdoshlik mehri, do'stlik hissiyoti degan tabiiy yaqinchilik bilan emas, balki kishilik turmushda yiliqidek saqlanғылы bo'lmaydigan nohaqchilik va uqishmasliklar tufaylidan paydo bo'ladigan uvolchilik tuyg'usidagi ishonish edi. Shuning uchun lekin u Shavkat tortayotgan behuda azob uqubatlarga chidamadi. Uning erkinlikdan, bilim elishdan, muhabbatdan mahrum bo'lib, kichkina qorong'u kamera qamalib, tugimas savol so'roqlarga tortilayotganligini texmo kallasidan o'tkazolmaydi. Lekin uning qo'lidan Shavkatni qutqizish kelmaydi. Faqat o'ylaydi. Qayg'urish va bo'lish bilan o'zini azoblaydi xolos. Shu topda uning ish pishqanlikdan, titib bo'lganlikdan odamsiz yiroq xilvat bir joyga berib, xuddi bo'ridek huvlig'isi, otdek kishnigisi, kiyikdek buzlig'isi keldi. Shunday qilsalar, dardga to'lgan ichi bir oz bo'shaydigandek qiladi.
Axir o ko'nglidagi gaplarni aytish, bir oz bo'lsin ichini bo'shitish uchun o'zi yaxshi ko'radigan hurmatga sazovar o'qituvchisi Salim apandining yotiqiga keldi. Uning yotiqi Bo'ytaqlar binosining 3-qavatida bo'lib, suz yeshil sirliq eshikka esilgan kichikina viviskasi orqali boshqa yotoqlardan farqlanib turadi. Bir parcha qalin qog'ozga chiroyli qilib yozilgan ruxsatsiz kirishga bo'lmaydi. Salim Sodiq degan xatlar har qanday oldirash kelgan odamni bir mahal to'xtatib qo'yadi. Bu yotoqqa yeni kirgan odam go'yo o'zini kitob magaziniga kirib qolgandek his qiladi. Bu odamning bir qatam o'ylanib, yana bo'ytaq bo'lib qelishiga mana shu kitob bozori sabab bo'lgan edi. Bir juft ko'ngilning hamisha bir yerdan chiqishi nihoyat tez. Lekin u hamisha bir-biriga ham nafas bo'lib, o'tda qizg'inlik bilan bir-biriga yaqinlashib ketishi tamoman mumkin. Ammo Salim apandi bilan Oygul shunday qila olmadi. Ularning muhabbati, turmushi, oilasi xuddi ulug' shoir Pushkin bilan ayoli Nataliyaning muhabbat masalasidagi fojiadek bo'ldi. Salim apandi Pushkindek o'ginishga, izlanishga, ishlashga, ijod qilishga beriladi. Oygul bo'lsa Nataliyadek yasinishga, pardozga, o'ynab kulishga beriladi. Uning nazarida hayotning qimmati va ma'nosi chiroyli kiyim kiyib, ziyofatlarga berish, tansi o'ynash, hashamatlik turmush kechirish edi. Bunga Salim apandi moslasha olmadi, ham moslashni xohlamadi. Shunda qilib, ularning turmush harvasi xuddi toq ko'lga so'rab, yilon cho'lga so'rab degandek izidan chiqib vayron bo'ldi. Ularning 4 yillik ar-xotinlik hayotidan yoldan bo'lib qolgan 2 yoshli qizini Oygul bilan ketib, Salim apandi ismi jismiga loyiq bo'ytaq bo'lib qoldi. Yotoqning saramjonlari oddiy, lekin ko'rkam edi. Kumush rang bir kishilik simkarvat bilan tamdagi Misr piramidalarining surati tushirilgan yipak gilamdan boshqa yo'g'on ishki jihozidagi xilma-xil yeziq va xilma-xil shakldagi kitob jurnallar bu yotoqning asosli ham qimmatli besotlari edi. Oqniyoz ishni chekib yotoqqa kirganda Salim apandi kitob jurnallar bilan to'lgan yeziq ustida mukchib o'tirib, allaqanday bir ruscha kitobdan xotira yozyapti. U Oqniyozni ko'rib ishini to'xtatdi. "Keling Oqniyoz, keling," dedi u qizg'inlik bilan o'rnidan turib, va uni ishkinidagi birni ko'ni sofaga o'tirishga taklif qildi. "Qahva ichamsiz, choymi? Tartinmang ha. Rahmat muallim," dedi Oqniyoz sofada o'tirib edi. "Qismida." Uning ovozi zaif ham miskin edi. Salim apandi o'rindiqni beri tortib, Oqniyozga yaqinroq o'tirdi. Oqniyoz uningga madad tilagandek talmurib qaradi. 35 yoshdan halqagan, o'ttir bo'y, sochlari shalong, oqish yuzlari hamish tatargandek ko'rindigan, lekin yo'g'on, degilak ko'zlaridan nur va harorat yig'ib turadigan bu odam dunyo adabiyoti darsi bo'yicha lektor edi. U o'y fikri cho'nqur, har qanday vaqtda o'zini tuta oladigan, tamkin, kamsiz odam edi. U leksiya so'zlaganda, so'z qilganda hargizmo ma'nisi kalta, qasidasi uzun, o'rinsiz gaplarni qilishni xohlamaydi. Uning bunday tamkinlik bilan o'zini tutishi hammalarga salobatlik ko'rinadi. U Beijing universitetining to'liq kursini bitirgan. Xanzu til yoziqidan boshqa ruschani xeyli mukammal biladigan iqtidorli o'qituvchi edi. Uning lektorlik unvoni Texi Mushining beshida Ma'arif nazorat tarafidan tasdiqlanib kelgan edi. Mushining bilan qo'shilganda 440 o'quvchi bilan 46 o'qituvchisi bor cho'ng fakultetda endi 3 lektor bo'lgan edi. Salim apandi Oqniyozning chiqmay xiyol bilan o'ltirib ketganiga qarab, 3 yil burungi bu bangvash yavoyi yigitning hozir xeyli pishib, o'ychan, mulohizlik odam bo'lib qolganligiga chin ko'nglidan xushal bo'ldi.
ular 3 yil burun tunji qitim uchrashganda Aqniyaz haqiqatan qo'pol va yavoyi bir yigit edi. Shu chaqda Salim apandi uningdan: "Yigit, qancha yoshga kirdingiz?" deb so'raganda u mansitmagandek: "Chiqilib kirdik 20-30larga" degan edi. "Yigit, qandoq yosh u?" degan edi Salim apandi uning o'zini nihoyat erkin, bemalol tutilganligiga qiziqib. "Aniq bir nima deymamsiz? Zodi 20mi, 30mi?" "Afandim, xafa bo'lmasizlar. Endi biz o'g'il bola bo'lgandan keyin sanamay kiraverib deysizlar." deganda atrofdagi hammalar bilan billa Salim apandining kulib ketgan edi. Keyingi kunlarda Aqniyoz Salim apandi bilan nihoyat chiqishib ketdi. Uni ham bir bilimlik o'qituvchi, ham bir fazilatli odam sifatida hurmatladi va uningga chin ko'nglidan ixlos bog'ladi. Salim apandi yolg'iz Aqniyozning emas, butun sinfdagi o'quvchilarning hurmatiga, ishonchiga sazovor edi. U bu hurmat va ishonchini qandoqdir quruq gap, quruq so'lat yoki tahdid popozlar bilan emas, balki ravon nutqi, cho'nqur va neg'izliq leksiyasi, atrofliq bilimi, xushfe'l muomalasi va o'quvchilarni haqiqiy bilim olishga yetaklash qizg'inlik bilan topgan edi. U birinchi soatlik darsda o'quvchilarga o'zining fikrini, talabini, umidini izhor qilib mundoq degan edi: "Ilm-fan qandoqdir o'qituvchi so'zlab berganni yodlab olsalar, igilab ketgili bo'ladigan narsa emas. Balki u yakigona, halol talab qiladigan jafoliq mehnat. Har kuni hamish ishlashni, o'rganishni talab qiladigan kundalik mehnat. Kim buni tushunmasa, undaqlarning bahosi bir deyil. Undaqlar 100 yoshga kirsimi, ya'ni kitob ortilgan eshakka o'xshash nodonliqcha ketaveradi. Savoqlashlar, doim esinglarda bo'lsin. Men sizlarga ulug' yozuvchi Balzacning bunu hikmatlik so'zini sovg'a qilaman. Kishilik turmushdagi eng go'zal burch va insoniyat turmushidagi eng zo'r baxt tegi taktidan aytganda o'rganish." Mana shunday samimiy talab va umidning yetaklashi bilan o'quvchilarda bilim olishga, o'rganishga bo'lgan ishtiyoq, qizg'inlik kuchaygan. Yerim och, yerim to'q vaqtlardami ularning qizg'inligi, irodasi sustlab bo'shab ketmagan edi. Aqniyoz xiyoldan sagib bu yotoqqa nima uchun kelganligini, Salim apandiga nimalarni demoqchi bo'lganligini esiga oldi va xuddi birisining ustidan dadxo'liq aytgandek talaffuzda so'zlashga boshladi. "Muallim, Shavkatni qor bosgandek ish bo'ldi. Uningga uvol bo'lib ketdi. Men uningga ishonaman. U menga hammani aytgan. Uning samimiyatidan gumonlanmayman." "Shundoq. Shavkatning ishi menga muborak tasaddubiy tuyuldi", dedi Salim apandimo ko'ngildagini yo'shirmay. "U fikrida, e'tiqodida xeyli pishqon bola. Undaq ahmoqona ishlarni qilishi notoyin. Muallim, Shavkat ustidagi heliqi bir xatning ishi rostmi?" so'radi Aqniyoz dargumon bilan. "Men ko'rmadim", dedi Salim apandi tushuntirib. "Ammo fakultet mudirining aytishicha, ashundoq pashqirish xarakteridagi bir xatning borligi rost o'xshaydi. Ammo u simsizgan." Bu gapni anglab Aqniyoz chichingishib ketdi. "Simsiz xatni pok sifatida qabul qilgan bormi? Nada unda qonun nizom bor. Noti bo'lsa ismini ochiq yozmamdi. Bu yerda jazman bir o'yin bor o'xshaydi, muallim." "Men mo shundoq o'ylayman", dedi Salim apandi xiyol bilan ko'zlarini qisib. "Lekin bu texi o'y, fakt emas. Hozircha biz kuzatish, sukut qilishdan boshqa hech qanday chora topolmaymiz. Lekin haq-nohaq hamon oydinlashadi Aqniyoz. Lekin muallim, haqiqatni yetkicha yolg'on dunyoni yolmaydi degan gap bor", dedi Aqniyoz. "Ovoz yetakchining alfozi yomonroq turdi. Zoitmo og'inisiga do'la chiqardi.
Mushundoq ketaversa, Shavkatning taqdiri qandoq bo'lib ketar? Qattiq ansirab qolyapman, muallim. Salim apandi asta o'rnidan turdi. Aqniyozning oldiga keldi. Uning yelkasiga yenik urib turib mundoq dedi. Onchilik umidsiz bo'lib ketmang, yigit. Bir ishga odamning niyatini buzishi bilan Shavkatning istiqboli qorinib ketmaydi. Darvaqa turmushimizda qorniyat odamlar, mug'anbar odamlar bor. Ular suvni leytib beliq tutmoqchi bo'ladi, lekin ular hamon dog'da qoladi. Chunki undaq odamlar hamisha o'zlarini boshqalardan ustun, aqlli deb xato qilishadi. U bir oz turib oldi. Deraza oldiga kelib, dastlab talog'a, ondan osmonga qarab qoldi. Bu dunyo rohat farog'at bilan jafo mushaqqatga to'lgan dunyo. Lekin bu narsalar xuddi osmondagi bulutlardek turaqsiz bo'ladi. Shunga dunyoning rohat farog'atli kunlarining huzuriga berilib ketishmi, jafo mushaqqatli kunlarning kulfatiga qayg'urib ketishmi bo'lmaydi. Bu ikkisi hayotda pat-pat olmishib turadi. Ular ikkisi ustoz bilan shogird ana shunda xeyli uzoq paranglashdi. Shavkatdan boshlangan gapning oxiri turmush, adabiyot, she'riyat. Qisqasi hayot va hayotning qimmati to'g'risidagi falsafiy fikrlar bilan oxirlashdi. Aqniyoz yotoqdan chiqqanda xuddi qiziq va ko'ngilli bir sahna asrini ko'rgandek ko'ngli ko'ksi bo'shab, ko'ngli ko'tarilib qolgan edi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Maktab texi uyg'onmagan. Ertadan kechgacha qizib ketadigan kang saynalarmi bo'sh ham xomush turibdi. Saboqdoshlari uyg'onmasda o'rindan turib ketgan Badamgul putining uchi dastlab yotoqdan chiqdi va xuddi tongda ko'tarilgan shafaq nurni quchoqlamoqchi, suymoqchi bo'lgandek qo'llarini ko'tarib, saf va namqush havodan chunqur nafaslandi. U oyoqlarini ship-ship so'riguncha osti qadamlar bilan o'qitish binosi tarafga qarab mandi. Uning chaqmoq gullik novat rang ko'ngligi saharning salqin shamolida lig'irlab uchatdi. U bir besib, ikki besib, 3 qavatli binoning orqasidagi daraxtga keldi. Xiyolida shu yerdan bir o'rin tepib, menning ochiq vaqtida azroq kitob ko'rib, imtihonga tayyorlik qilmoqchi edi. Nədikini, ko'ngliga hech shim sig'madi. Kitobning sahifalarida uning ko'ziga xat emas, balki Shavkatning siymosi ko'rinib turib oldi. U har qancha qilibmi Shavkatning va uning bilan bo'layotgan g'oyibona suhbatdan o'zini tortib chiqara olmadi. Shavkatni ko'rish, uning dardiga darmon bo'lish istiki, shu kunlarda uning butun vujudini, erkini asir qilib olgan edi. Demisimi, mana bugun Shavkatni ko'rmaganiga to'p-to'g'ri bir hafta bo'ldi. Agar bu odatga bir hafta bo'lgan bo'lsa, uning kori chog'liq edi. Judolik har qancha ig'ir bo'lsa-mu, uningdan keyin keladigan visol xushalliqi odamni yanada xotirjam va umidli qiladi. Lekin bu bir hafta vaqt jadvalidagi hech qanday haftaga o'xshamay qoldi. Uning beshiba oxiri yo'q edi. Unda judolikdan keyingi visoldan umid kutkili bo'lmaydi. Unda xushalliq o'rnini azob, yorug'lik o'rnini zulmat, kulki o'rnini yig'i egilagan edi. U ana shunday shafqatsiz, jotliq bir hafta bo'lganlik uchun Badamgulga to'limi uzun, to'limi ko'ngilsiz tuyulib ketdi. U Shavkatning azobini, taqdirini, istiqbolini o'ylab, kech-kech kirib qaqmay tangni otqizdi. Yotqanni beshiga purkab, yum-yum yig'lab, yostiqlarini ho'l qilaverdi. O'ylagan siri ichi ochiq bo'ladi. Azobdan bodam qapoqlari o'ltirishib, chiroyli o'moq yuzini tatirib qoldi.
Shu kunlarda uning kallasi xuddi qora quyun ko'tarilib, hamma narsa o'ngtay-to'ngtay qilayotgan osmon bo'shliqidek qalaymaqon va xira edi. Orqa tarafdan kimdir birisi mastona tovush bilan uni chaqirdi. Badamgul, siz bu yerda ekansiz-a? U gavdasini yerim burab orqasiga qaradi. Undan 3 qadam nerida Zoid yejib turibdi. U yaqindan beri Badamgulning peydi edi. Xuddi g'oz kassa o'rdak ko'lni egilaydi degandek, u Badamgulni o'ziga qandoq moyil qilish, qandoq indak keltirishning ko'yida kuyib pishib yuradi. Shunga u bu yerga xuddi sezimi kuchlik obshargadek Badamgulning hidini purab kelgan edi. Ha, dars takrorlay deb chiqib edim, dedi Badamgul bo'sh va miskin ovozda. Zoid darhol uning yeniga keldi va xushomad qo'yliq bilan: Yaxshi bo'pti, birga takrorlaydi-a? dedi. Ular yeshil chimliq qir ustida yonma-yon o'ltirdi. Zoid konspektini echib bir narsalarni o'ngib o'qidi. Lekin Badamgulning ko'ngli xiyoli boshqa yerda ekanligini sezib, asta-asta uning yuragiga qo'l tiqishga urindi. Badamgul, ko'nglingizni bilib turaman, dedi u gapni yiroqdan ag'itib. Bu sizga emas, menga ig'ir keldi. Lekin amal qancha? Turmush hargizmi shoirlarning she'riy misralaridek undaq romantik, rassomlarning rasmlaridagidek undaq g'oyaviy bo'lmaydi ekan. Uningda komediya bilan tragediya to'lib turadi ekan. Anglashimcha Shavkatning istiqboli butunlay tugashgandek qiladi. Buningga hammamiz echinimiz, qayg'urimiz. Lekin bizda nima amal? Cho'ng ozg'unlikni uning o'zi qildi. Har kim o'z taqdirining xo'jayini emasmi? Jimg'urning tish qo'ltiqida degandek, u beshini ichiga tiqib yurib shuncha ishlarni qilib emasmi? Siz reallikka to'g'ri qarang, Badamgul. Masalani sagaklik bilan kuzatsangiz, ba'zi ishlarning tagiga yetib qolsangiz, bo'lmasa bunda g'am qayg'u bilan o'zingizni oldirib qo'yishingiz mumkin. To'la o'ylayversangiz, tal nobud bo'ladi. G'amga petaversangiz, o'pkingizni qardan chiqarasiz. Badamgul Zoidga qayrilib qaradi. Uning buloqdek g'amkin ko'zlari shu topda go'yo cho'chib turgan ohuning ko'zlarini eslatdi. U cho'nqur bir ulug' kichiklanib Zoidga dardini to'kdi. G'am qilmay, qayg'urmay bo'lamdi Zoid. Mening beshimga kelgan kunlar odam bolasining beshiga kelmasin. Turmush meni nima bunday qiynaydi? Muhabbat boshqalarga xushallik, baxt, huzur halovat elib keladi. Lekin men shu peshonaga uchun qayg'u hasrat bilan chidog'siz nadomat etib keldi. Qarang Zoid, mush kunlarda mening yuragim mana shu bo'ynimda esilgan nurjondek pora-pora. Mening qalbimni tushunadigan birmi odam yo'q. Shu gaplarni qilib etib, Badamgulning ko'zining chaniqi qizardi. Lekin yig'lamadi. Cho'nqur dil azarlik bilan aytgan bu so'zlarda ishq muhabbatning shirin lazzatiga bo'lgan taqozolikmi, turmushning ochiq faryodimi, oshiq ko'ngilning ohu-zorimi bor edi. Undaq demang, Badamgul, dedi Zoid uning qo'liga yenik urib qo'yib. Nima uchun sizning qalbingizni tushunadigan odam qolmaydi? Bor. U meni yoningizda turmamdi. Sizning qalbingizni mendek tushunadigan odam yo'q. Lekin siz tushunmayapsiz demoqchi bo'ldi-yu, lekin yana vaqti emas. Hozircha behuda gap qilib cho'chitib qo'ymay deb o'ylab gapni yasavatdi. Unchalik umidsiz bo'lib ketmang. Muhabbat bizning turmushimizning hamma qismi emas. Kasb, g'oya, istiqbol degan narsalarmi bor. Behuda qayg'urish, jiyli bo'lish hojatsiz.
qo'rsaqni kang tutgandala bu ishlarni darsiz o'tib ketadi. Har ikkalan bir pas jim bo'ldi. Bodamgulning ko'ngli sal echilgandek, chiroyidagi parishonlik, xomushlik bir oz yo'qolgan edi. Zoid endi undan asta so'radi. Ovoz yetakchi siz bilan so'zlashdimi? Yo'q, dedi Bodamgul taajjub bilan. Men bilan so'zlashmoqchimikan? Nima to'g'risida? So'zlashiman deganda qilgan. Nima to'g'risida so'zlashadiganligi menga noma'lum. Ish qilib siz bilan fikr almashtirish kerak. So'zlashib qolsa ochiq yo'riq fikrlashing. O'zingiz chat kelib, buruqdan bo'lib yurgandan kishilarga aralashib, fikrlashib, sirdishib yurganingiz yaxshi. Qayg'u alammo ko'nraydi, o'tib ketadi. Odam tirik ekan, hargiz umatsizlanmaslik kerak. Muhimi mana shu. Ularning parangi attiganlik tomoqqa urilgan dang ovozi bilan uzildi. Ular o'rinlaridan turishdi. Zoid uning orqasidan kelib o'tib, asta lekin tuyg'uliq bir ovozda: "Yengkin ola kapto, belli ko'rayli. Birdan bo'lsa-mu, ko'nglingiz echilib qola. Qanday deysiz?" dedi. Bodamgul bu taklifga hech nima demadi. Faqat beshini simoyan qilib, bilinar-bilinmas tabassumli nazar bilan Zoidga qarab qo'ydi. Bu uni rozilikning belgisi deb ishondi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atiki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.